Merhaba dostum, anladınız, ben Şinjan'dan geldim Ünlüler Salonu. Mikrofon altıda Elfira Abdureni. Boks Şahi İlşat. Boks kan tökülüdüğün hayatlıqdır. Hayatlık bolsa kan tökmeydiğin bokstur. 2023 yılı 9. ayının 10. günü Wuhan Fugang Tantarbiya Merkezi'nin Tantarbiya sarayı qaynan başqılık çöldü. İlşat Enver sahneye çıkıpla bu kestik naq meydan keyfiyatını avjlandirib etdi. Onun partilangı hücum kiçi üzdüksüz muş etişi bilen raqibi Hindistan boks şahi Gagan Pilit Sharmaniga qılçımı qaytırma zərbi veriş fürsəti vermedi. Axır İlşat 2. meydan başlanıp 1 minut 7 sekund bolğanda texniklik yıqış usul bilen raqibini yengib, Dünya Boks Teşkilatı o'rta dərəcəliklər boyunca qitə ara altın kemerge erişdi. Bu onun 2015 yılı Şinjan boks komandasından çekinip kasbi boks sahasına kirgandan buyonqi 5. altın kemeri. Nurg'un kasbi bokschilarga nisbatan texmi yuqori saviyalik bosib, altın kemerge erishish nihoyat zo'r sharafdir. Ilshatga nisbatan bu shundaq albatta. 1993 yılı İlşat bir tantarbiyachi oilasida tug'ilgan. Dadasi yosh chog'larida voleybol mahir bo'lib, Yakan Sifan maktabining tantarbiya kasbini bitirgandan keyin Qashqar maktabidagi bir ishdan sirtqi tantarbiya maktabida maktab mudir bo'lib ishlagan ekan. İlşat dadasini izlab maktabga borganda doim o'quvchilarning turli tanharkat qilayotganligini ko'radi. Mushundaq muhitning ta'sirida u kichikdilla tantarbiyaga cho'nqur ishtiyoq bog'lagan edi. Ayni chog'lardagi boshlang'ich maktabda hozirgidek turli tantarbiya darsliklari va maydonlari yo'q edi. Lekin u do'stlari bilan basketbol o'ynab, cheklik sharoitda cheksiz xushallikni topdi. Darsdan tushibla basketbol maydonida doim Ilshatni ko'rgili bo'ladi. Top elib menish, qarg'a topni etib mudofialanish, u maydonga shu qadar jonliq, qizg'in bo'lib, go'yo tong nurdek hayot kuchiga to'lgan edi. Bara-bara kasbiy tanakatchining nimaligini bilmaydigan Ilshatning qalbida dadasidek kasbiy tanakatchi bo'lish orzusi o'rg'lanib, pix surishga boshladi. Dadasi o'g'lining orzusini qo'llaydi. Lekin kasbiy tanakatchi va trener bo'lish sifatida basketbol tanakatchi bo'lish uchun yuqori mahorat bo'lib qolmay, ya'ni yetarli bo'y egizligi bo'lish kerakligini hammadan aniq biladi. Şuna dadisi özü ve ayalının ersiyet cihetden üstünlüğü yoxluğunu bilip, Ilşatning basketbol tanakatchisi talab qilgan bu egizligiga yetolmay, o'g'lining oqibatda mushu sababli basketbol kasbidan voz kechishga majbur bo'lishini xohlamaydi. O'g'lining diqqatini qanday burash, qanday qilib boshqa tanakat turlariga qiziqtirish va yetildirish uning muhim vazifasiga aylangan edi. Şu yıllarda CCTV 5 Dünya Kasbi Boks Çempionluğunu tanış müsabaqasının bir türküm sadık mestanları bar bulup, İlşatning dadasi ularning ichidagi biri edi. Her yakshanba kechasi dadasi Ilşatni chaqirib birga musobaqa ko'ratdi. O'g'liga eng asosli bo'lgan boks bilimlarini o'rgatdi. Dadasi yana Ilşatni ilib Şinjanning har qaysi joylariga berib, o'g'liga haqiqiy boks musobaqalarini, boks mahirlarining qudrati va sehriy kuchini his qildirdi. Asta-asta Ilşatmi bu programmaning